Bugungi internet tarmoqlarida soatlab serial ko'ryapti ayollarimiz. Soatlab bir mau'iza eshitsa, soatlab bir amalni eshitsa, soatlab diniga, ro'zg'origa foydali bir narsa bilan o'zini ovora qilsa, bu baxtku. Bu fazilatku. Farzandingiz telefon olib bergandan keyin qimor o'yinlari o'ynamasa-yu bir surani olib bergan telefoningizdan yodlasa. Har bir ota uchun bu fazilatku, birodar. Buni ma'naviyatini shakllantiring. Farzandlaringizga o'rgating, yoningizga olib maslahat bering, yoningizga olib ularga nasihat qiling. Bugun masalaning yechimi boylikda emas. Bugun masalaning yechimi mansabda emas. Shunday narsalar bor. Boylik Alloh bergandan keyin joningiz halak. Uni qanday asrayman, uni qanday ko'paytiraman deb. Alloh taolo sizga mansab bersa bo'ldi deb o'ylaysiz, lekin o'sha mansabdan tushmaslik uchun qancha harakatlar qilasiz. Ibodat qildingizchi endi? Ihson bersangizchi? Ilm o'rgansangizchi? Bo'ldi, endi ularni o'zi sizni himoya qiladi. Avval zikr qilingan narsalarni himoyachisi siz bo'lasiz. Lekin ilmni, ibodatni, ihson endi ular sizni himoya qiladi. Qachon buni tushunamiz? Qachon buni fahmiga yetib boramiz?